Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on va sunnatga ko'ra muslima ayolning shaxsiyati. Bugungi yetib kelgan mavzuyimiz muslima ayol dindosh birodarlariga nisbatan sahiy, mehmondo'st va ikromlidir. Muallif aytadiki, dinining buyruqlarini biluvchi muslima ayol mehmondo'st va sahiydir. U opa-singillari va dugonalariga nisbatan qo'li ochiq, ikromi mo'l bo'lgan ayoldir. Opa-singillari va dugonalarini taklif qilganida, ular bilan uchrashganida, ularga ikrom va ziyofat ko'rsatganida doimo ochiq yuzli va tabassumli bo'ladi, deyapti muallif. Demak, bugungi o'rganadigan mavzuyimiz bir muslima ayolni birodarlariga nisbatan sahiy bo'lishligi, mehmondo'st bo'lishligi va ikromi mo'l ayol bo'lishligi ekan. Bu nima degani? Bu degani muslima ayol ziqna ayol bo'lmaydi. Muslima ayol xususiy parast bo'lmaydi. Faqat menga bo'lsin deydigan ayol bo'lmaydi. Muslima ayol shunaqa ayolki, qo'li ochiq ayol. Muslima ayol opa-singillarini, dugonalarini uyiga mehmonga chaqirganida yoki biror bir joyga ziyofatga borganida yoki biror bir joyga bir aylangani, borgan vaqtida u ayol ziqna ayol emas. Faqat menga bo'lishlik kerak, qolganlar bilan mana ishim nima deydigan ayol emas. U ayol ikromi mo'l bo'lgan, doimo ochiq yuzli, tabassumli va musulmonlarga, birodarlarga qarshi sahiy ayol hisoblanadi. Muallif aytadiki, zero ikrom va ziyofat majlislari birodarlik rishtalarini mustahkamlaydi. Dindosh birodarlar o'rtasidagi muhabbat bog'larini quvvatlaydi. Haqiqatdan ham shunaqa. Mana bu birodarlar orasidagi ziyofat majlislari yoki ularni yolg'iz tashab qo'ymaslik, ularni har doim qo'lidan ushlab, ularga yo'l ko'rsatishlik, ya'ni birodariga uni yolg'iz emas ekanligini his qildirishlik haqiqatdan ham mana bu birodarlik rishtalarini mustahkamlaydi va bir-biriga bo'lgan muhabbatni bog'larini quvvatlaydi. Buni eng yaxshi his qiladigan odamlar, Alloh uchun yurtini tashlab hijrat qilgan odamlar bu narsani juda yaxshi tushunadi. Mana bu narsani juda yaxshi tushunadi. Chunki odam hijrat qiladi, hijrat qilgan joyda bilamiz, insonning vatanida hamma narsasi bo'ladi. Yani uyi bo'ladi, joyi bo'ladi. Eng kamida misol mashinasi bo'lsa, uyi bo'lmasa ham, eng kamida tanishlari, yiqilib tushganda, biror bir kasal bo'lib qolganda yoki biror bir moddiy bir ehtiyoj bo'lib qolganda, albatta uni ota-onasi bor, qarindosh urug'i kelib, uni yolg'iz emasligini his qildirishadi. Otang matda, misol onang matda, akasi bo'lsa akam matda deydi, opasi bo'lsa opang matda deydi. Ya'ni buni his qildirib turadi. Lekin bu odam Alloh uchun hijrat qilib chiqqandan keyin buni bildiradiganlar kimlar? Buni bildiradigan ashadagi tashqaridagi hijrat qilib borilgan joydagi musulmon birodarlar. Ya'ni musulmon birodarlar, muslima ayollar xossatan musulmonlarga shunaqa muomala qilishliklari kerakki, yangi hijrat qilib kelgan ayol bo'lsin yoki o'sha endi tanishgan birodarlar bo'lsin. Mana bu birodarlik rishtalarini ushlab turishlik uchun qo'lidan kelgan bor narsani qilishlik kerak. Ya'ni nima qo'lidan keladigan bo'lsa, hammasini o'rtaga qo'yishlik kerakki, mana bu mustahkamlik, birodarliklari mustahkam bo'lsin. Mana bu narsa zaif bo'lmasin. Qarang, mana bu narsani bilganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilganda nimani buyurdi birinchi? Birinchi salomni buyurdi. Salomni oranglarda keng yoyinglar dedi. Bir-biriga och qolganlarga taom beringlar, ovqat beringlar, ya'ni qornini to'ydiringlar dedi, qo'shnini xabaridan olinglar dedi. Qarang, nimaga? Chunki Makkadan bechora bo'lib musulmonlar hijrat qilib kelgan edi. Endi bularni birodar tushuntirib qo'ydi birinchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin nima qildi? Keyin mana bu narsalarni buyurdiki, mana bu bechora g'arib bo'lgan musulmonlar yolg'iz qolmasin. Ya'ni o'zini yolg'iz ekan, men bitta o'zim ekanman degan narsani ularga his qildirmasin. Endi mana bu narsa bo'lgandan keyin muslima ayol qanaqa ayol bo'ladi? Mana bu ishlarni qilganda ikromi mo'l bo'lgan ayol bo'ladi. Ikrom qiluvchi ayol bo'ladi. Ziqna ayol bo'lmaydi. Ya'ni individual deymizmi kunimizda, ya'ni xususiy parast ayol bo'lmaydi. Faqat menga bo'lishlik kerak, nafsini birodarlardan ustun qo'ygan ayol bo'lmaydi. Shuning uchun muallif aytayaptiki, zero ikrom va ziyofat majlislari birodarlik rishtalarini mustahkamlaydi. Dindosh birodarlar o'rtasidagi muhabbat bog'larini quvvatlaydi. Ya'ni mana bu narsani qilishlik bu birinchi fazilat. Kim mana bu narsani qilayotgan bo'lsa, birodarlarga nisbatan, xoh musulmon erkaklarda, xoh muslima ayollarda, bu erkak va bu ayol fazilatli ayol, fazilatli erkak hisoblanadi. O'zi muhojirda yurgan birodarlar eng ko'p bir-birini tushunadiganlar o'zi muhojirdagilar. Lekin qarasangiz,
Musulmonlar ayniqsa o'sha muhojirda yurgan odamlar bir-biridan qochib yuradi. Ya'ni sizni boshqa bu odamdaqa tushunmaydi, nimaga bular qochyapsiz misol uchun. Kimdir qochib yuradi, u yo'q, gapirayotgan gapini misol tuturug'i yo'q. Kimdir qochib yuradi, yo'q, hozir men u bilan gaplashsam unga ish topib berishim kerak. Uy bo'lmasa uy berishligim kerak. Biz bermasak bularga uy, biz bularga yordam bermasak muhojirlarga kim bularga misol yordam beradi? Ya'ni biz ham bir vaqtlar Alloh uchun hijrat qildik deb qayerlargadir borganimizda shunaqa qolib ketganmiz-ku misol. Kim yashamagan misol hijratda yurganlar, kim och qolmagan, kim faqat makaron yeb yurmagan misol uchun. Kim misol ko'chalarda, skamaykalarda yurmagan, kim misol dokumenti bo'lmagan vaqtda militsiyalardan qochib yurmagan. Shunaqa yurganmiz. Ana shu vaqtda bizni kim tutdi? Kim bizni qo'limizdan ushladi, yolg'iz emasligimizni his qildirdi? Sen yolg'iz emassan, men seni birodaringman deb kim bizni uyiga olib bordi? Kim uyiga olib borib misol uchun issiq sho'rva berdi? Buni qilganlar bizga o'xshagan muhojirlar. Endi ayollar, yo'q, ey dadasi nimaga buni chaqirasiz? O'zi uyimiz shunaqa tor. Men qanday ko'chaga bemalol uyning ichida yuraman degan bahonalar. Bular muslima ayolni axloqi emas. Bunaqa ayollar faqat man deydigan ayol bo'ladi xolos. Ya'ni individual, materialist ayol hisoblanadi. Lekin islomda bizga targ'ib qilgan narsasi bu emas. Muslima ayol, sahiy ayol, mehmondo'st ayol, ikromi mo'l bo'lgan ayol. Ya'ni xosatan bu insonni ichini og'ritadigan masalaki, tashqaridagi bo'lgan musulmonlarni bir-biriga bo'lgan muomalasi shu, hammasi bir-biridan qochib yuradi. Hammasi bir-biridan qochib yuradi. Bir vaqt misol uyingizga olib kelib shu o'tiringiz, birodar, nima g'amingiz bor, nima kamchiligingiz bor? Ko'chada qolib ketdi misol uchun, yo puli qolmay qoldi yoki uydan haydab yubordi puli bo'lmaganligi uchun. Eng yomoni ba'zan shu narsani ko'rasiz. Haligi tashqarida yurgan vaqtingizda militsiya bir birodar deylik uydan olib ketib qoladi. Shu kechqurun kiradi, eshigini buzib olib kirib ketadi. Ha bechora ayolni ham uyda egasi o'zini uyi bo'lmagani uchun chiqarib yuboradi ko'chaga. Bor yo'qolmasang terroristlarga men uy berayman deydi. Radikal ekansizlar, terrorist ekansizlar. Ya'ni men bu bechora shunaqa holatlar bo'lganki, ikkita ayol, bitta bolasi bor, bitta qizi bor. Buni qabul qilgisi kelmaydi musulmonlar. Mayli u ansorman deyotgan o'sha yurda madaniy bo'lgan odamlar qabul qilmas, ular bizni tushunmaydi. Ya'ni illa man rahima robbi, ular bizni tushunmaydi. Bizni tushunadigan bizdan boshqa odam yo'q-ku, nimaga o'sha musulmonlar yo'q, olib kelmaysiz uni uyga, yo'q shu birodaringizni chaqirmaysiz uyga, yo'q uni chaqirmaysiz, bunaqa men uyda bemalol yura olmayman. Bu musulmon ayolni haqiqiy axloqi emas. Dinni buyruqlarini bilgan musulmon ayol mehmondo'st, sahiy. Uyingizga kirib yotsa, bir hafta yotsa, 2 hafta yotsa, mayli 1 yillab qolsin siz uyingizda. Nima o'zgaradi misol? 1 yillab qolsin misol. Unaqa ham qolmaydi aslida. Ya'ni jam majbur bo'lmasa, 1 yillab qolmaydi odam. 3 kun qolar, 5 kun qolar, 1 hafta qolar, chiqib ketadi boshqa uyga. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa vaqtda biz insonlarning qiyinchiligini ketkazmasak, musulmonlarga shu paytda do'st bo'lmasak, qaysi kunda biz musulmonlarga do'stligimizni bildiramiz? Qachon biz u dindosh bo'lgan birodarlarimizga sahiyligimizni, mehmondo'stligimizni, ikromi mo'l bo'lgan inson ekanligimizni, ikromi mo'l bo'lgan ayol ekanligimizni qachon bildiramiz? Bunaqa vaqtda bildirmasak. Alloh subhanahu va taolo agar biz biror bir bandani, musulmon bir bandani shunaqa dunyo qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ketkizsak, Alloh subhanahu va taolo ham bizni o'sha oxiratdagi, qiyomatdagi dahshatlardan, qiyomatdagi o'sha qiyinchiliklardan bittasini biz ustimizdan ketkizadi. Shuning uchun ikrom, ziyofat majlislari birodarlik rishtasini mustahkamlaydi va muslima ayol ikrom mo'l bo'lgan ayol. Mana bu fazilat. Mana bu fazilat. Muallif aytadiki, bu fazilat zamonaviy materialistik madaniyat tarbiyalagan hamda qalbiga manfaatparastlik, xudbinlik va individuallik, ya'ni xususiy parastlik ruhini singdirgan g'arb ayoli yo'qotgan sharafli insoniylik muhabbatini dindosh birodarlar hayotida keng yoyadi. Ya'ni mana bu fazilatni muslima ayol hozirgi mana bu zamonaviy materialistik madaniyatni o'sha tarbiyalayotgan va qalbida manfaatparastlik bo'lgan, qalbida xudbinlik bo'lgan, shaxsiyatida faqatgina o'zini o'ylaydigan g'arb madaniyati qilayotgan, g'arb madaniyatini targ'ib qilayotgan yoki o'sha g'arb madaniyatiga og'zini suvini oqizib qarab turayotgan ayollar ichida mana bu narsani noto'g'ri ekanligini muslima ayol bildirib turadi. Biz manfaatparast bo'lib qolamiz. Kim bilan do'st qilyapmiz? Do'st bo'lyapmiz, foydasi tegadigan odam bilan. Ha bechoralarga kim qo'l uzatadi?
Ha? Biz o'zimiz o'ylaydigan manfaatparastmizmi yoki individual xususiy parast faqatgina men bo'lay degan zihniyatmizmi biz? Yo'q. Muallif aytadiki, bugungi kunda g'arb ayoli ruhiy bo'shliq va mehr muhabbat taqchilligini boshdan kechiryapti. Buning natijasida esa do'stlikdan va samimiy do'stlardan mahrum bo'lish holati yuzaga kelyapti. Haqiqatan ham shunaqa. Nimaga? Chunki odamlar bir-biriga ishonmay qo'ygan. Mana o'sha muallif aytganidek, g'arb ayoli ruhiy bo'shliq va mehr muhabbat taqchilligini boshdan kechiryapti. Chunki do'stlik nimani ustiga qurilyapti? Manfaat ustiga qurilyapti. Do'stlik nimani ustiga qurilyapti? Qurilayotgan bo'lsa agar manfaat ustiga. Ba'zi vaqtlarda, to'g'ri, juda ko'p joylarda faqatgina o'sha individuallik bo'lib qolgan, xususiy parastlik, menga bo'lsin, qolgan boshqa hech kim bo'lmas. Shuning uchun odamgarchilik yo'q davlatlarda, g'arb davlatlarida. Mesela ko'chada bitta odam hushdan ketib qoladi, nechta odam yoniga keladi misol yordam bergan. To'g'rimi? Misol odam o'lib ketsa odamlarning ishi yo'q. Ko'chada misol hushdan ketib qoladi, qarasangiz, bir boshi og'rib yerga o'tirib qoladi. Odamlar bormaydi ham, parvosiga ham minmaydi. Sabab nima? Chunki hammasi materialist. Hammasi o'sha g'arbda o'sha faqatgina o'zini o'ylashlik, faqat manfaatlik bo'lgandan manfaatparast bo'lganlik uchun hammasi. Muallif aytadiki, mana g'arb insonining va xususan g'arb ayolining ahvoli shundan iborat. G'arb ayolining, ya'ni faqatgina o'sha o'zini o'ylaydiganlar ko'payib ketganligi uchun g'arbda do'st topish qiyin. Va do'st topish qiyin bo'lganligi uchun odamlar o'ylayaptiki, misol juda ko'p davlatlarda hozir ko'rsangiz, do'sti yo'q va suyanadigan odam yo'q do'sti bo'lmagandan keyin. Suyanadigan odam bo'lmaganligi uchun nima qilyapti? Hali 25 yoshida odam, 25-30 yoshga kirgan odam qarishini o'ylab, qariganda yolg'iz qolmay, ko'chada qolib ketmay deb turib, qariyalar uyiga har olgan oyligidan ma'lum bir miqdor ajratib, pul ajratib o'sha yerga qo'yapti. Qariyalar uyiga pul qo'yapti. Nimaga? Nimaga buni qilishlik kerak odam? Chunki o'ylayaptiki, qaraganda meni yonimda turadigan odam yo'q. Chunki hamma o'zi uchun bo'lib qolgan. O'zi uchun o'lyaptim degan gap bor bizda. Shunga qilib qo'ygan. O'zi uchun yashaydigan bo'lib qolgan. Hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. Shuning uchun odamlar o'ylayaptiki, hozirdan men o'sha nima bo'lsa bo'lsin, balki bo'lar, balki bo'lmas, pul to'lab qo'yay o'sha qariyalar uyiga. Ertaga qarib hech kim qolmay qolsa yonimda, men eng kamida o'sha yerga boray, ular qarasin deyapti. G'arb holati mana shu. Muallif aytadiki, g'arb ayolini it boqishga bo'lgan muhabbati, it yetishtirish, it bilan mashg'ul bo'lish va unga g'amxo'rlik qilishga yuzlanishi materialistik falsafa uning qalbida quritgan, u yo'qotgan insoniylik muhabbatining o'rnini to'ldirishga urinishdir. Haqiqatan ham muallif bu yerda juda zo'r analiz qildi. Bugun haqiqatan qaraysiz, bizda oldin bunaqa ko'p emas edi. It boqadigan odamlar, xosatan mushuk boqadigan odamlar. Men bilardim, bitta o'sha qo'shnilar bo'lardi, mushuk boqishardi. Biz kichkinaligimizda ham. Unda ham unaqa zotdor mushuklar yo'q edi. Hani $5,000, $2,000, $3,000, $400, $500 mushuklar yo'q edi. Ko'chadagi mushuk bo'lardi, lekin sekin-sekin uyga olib kirib boqishib olardi. Hozir qarasangiz hamma it boqadigan yoki mushuk boqadigan bo'lib qolgan. It boqadigan, mushuk boqadigan bo'lib qolgan. Nimaga? Chunki bular o'ylayaptiki, it boqadigan bo'lsak, o'sha muhabbatni shu itdan topamiz. O'sha bilan ovunishyapti. It bilan, mushuk bilan ovunishyapti. Endi o'ylaymizki biz, misol, buni mushuk boqqan odam biladi, it boqqan odam biladi. Ularni boqish oson. Vallohi oson emas. Uyingizdagi bitta boladan ko'p rasxot ketadi u it bilan mushukni boqishga. Agar haqiqatan ular aytgandek boqaman desangiz, ular aytgandek o'shalarni ko'rsatib beradi o'zi. Haftada bir marta o'sha ularni doktorga olib borishingiz kerak. Oyda bir marta uni ukolni qildirishingiz kerak. Oyda bir marta uni o'sha bir gigiyenik narsalar bor, tozalash kerak u yoq-bu-yog'ini. Juda ko'p katta rasxot. Lekin odamlar bolasiga shu darajada pul ishlatishmaydi-da, bolasiga og'rinadi shu pulni berishga bolasiga yoki sadaqa qilishga og'rinadi, shu itga, mushukka olib borishadi. Endi bular kofir bo'lganligi uchun muallif aytayaptiki, shu insonlardan topolmayotgan muhabbatini o'rnini to'ldirishni o'rniga nima qilishyapti? Shu odamlar bilan o'sha muloqot qolmadi-ku, hamma materialist bo'lib ketdi. Hamma o'zini o'ylaydigan odam bo'lib ketdi. Endi nima qilmoqchi? Endi buni it bilan, mushuk bilan o'rnini to'ldirishmoqchi. Musulmon ayol bunaqa ayol emas. Ya'ni musulmonlar bunaqa bo'lmaslik kerak. Bunaqa bo'lmasligi uchun nima qilishlik kerak? Ijtimoiy aloqani davom ettirishlik kerak. Muslima ayol qo'li ochiq bo'lishlik kerak. Birodarlarni uyga chaqirishlik kerakki, musulmon o'ylasin.
xosatan hijratda yurgan musulmon o'ylasin, sizni har doim aqlingizda tursin. Ya'ni sizni eng yaxshi odam ekanligingizga bitta dalili siz musulmonlar ichida misol qanaqa odamsiz o'zingiz misol odam o'ylab ko'radi, misol musulmonlar mana nima deb o'ylar ekan deysiz. To'g'rimi? Shuni bilmoqchi bo'lsangiz, shuni o'ylangki, biror bir odam biror bir ishkalga, muammoga tushib qolgan vaqtida paloncha birodarim bor deb birinchi siz yoningizga kelayotgan bo'lsa, demakki siz yaxshi odamsiz. Siz yaxshi birodarlik haq-huquqiga rioya qiladigan odamsiz. Shuning uchun shunaqa odam bo'lishligimiz kerak, shunaqa inson bo'lishligimiz kerak, shunaqa muslima bo'lishligimiz kerak, shunaqa muvahhid bo'lishligimiz kerak. Biz tayyor turishligimiz kerak musulmonlar, avvalo Alloh ofiyat bersin. Lekin boshlariga muammo kelganda birinchi bizga kelishsin musulmonlar. Yana menga kelibdi, qarz so'rab, boshqa yo'qmikin? Buni deyotgan bo'lsak, bizda muammo bor, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizni qo'limizga, oyog'imizni tagiga olib kelib qo'yaptiki, mana dinim uchun xizmat qil. Mana oxirating uchun bir sadaqa, oxirating uchun bir foydali ish qil deb biz eshigimizni tagiga olib kelyapti. Biz yomon ko'ryapmiz. Biz har doim insonlar shunaqa misol bersa tushunadi. Dunyoviy bir ish bo'lsa, bitta odam sizni oldingizga olib kelib, "Axi, siz qurilishda ishlaysiz. Shu bitta uy bor, shu to'rtta xona xolos. Shu to'rtta xonani aboy qilib bersangiz yoki bo'yoq qilib bo'yog'ini bo'yab bersangiz, $2000 pul qolar ekan" desa, u odamga aytasizmi, har haftada shunaqa ish olib kelib tursa, yana bu odam ish olib keldi. Vallahi aytmaymiz. Musulmonlarga qarshi ham shunaqa bo'lishligimiz kerak. Xosatan musulmonlar, chunki erkak kishiga yo'l berib qo'yadigan, yo'nalish berib qo'yadigan ko'p holatda ayol kishi bo'ladi. Chunki ba'zi erkak o'ylaydi, xotin bilan tortishib yuraman deydi, birodariga uyatadi, xotinim unamayapti deyishga bahona qiladi. Lekin ko'rsaki siz olib kelganda, ha adasi yaxshi qilibsiz, bosh ustiga deb turib shunaqa qiladigan bo'lsangiz, eringiz ham xursand bo'ladi va olib keladi bizga. Shuning uchun biz qo'li ochiq bo'lish kerak. Ya'ni mana bunaqangi holatga tushmaslik uchun musulmonlar bir-biriga qarshi sahiy bo'lishlik kerak, mehmon do'st bo'lishlik kerak, qiyinchilik vaqtda eshikni yopmaslik kerak musulmonlarga qarshi. Xo'p. Muallif aytadiki, afsuslar bo'lsinki, Fransiyada e'lon qilingan bir hisobotda aholisi 52 millionga yetgan Fransiyada 7 million it borligi va bu itlar o'z egalari bilan go'yoki ularning yaqin qarindoshlaridek birga yashashlari ta'kidlangan. Bugungi kunda Parij restoranlarida it bilan uni egasi bo'lgan ayolning bir dasturxonda taom yeyotganini ko'rish ortiq g'alati hisoblanmay qoldi deydi. Subhanalloh, qarang. Biz yoshligimizda eslaymiz, shu opa-dodalarimiz, buvilarimiz bizni uyga chaqirganda bir uyda bir 30 kishi, 40 kishi bo'lardi. Hech kimdan og'rinmasdi ham, mana bu yana keldi ham demasdi misol uchun. Hozir unaqalar yo'qolib ketgan. Musulmonlar hatto to'planmay qo'ydi. Alloh bilan borib Alloh musulmonlar isloh qilsin. Shunaqa bo'lib qoladi-yu, hamma telefondan bir-biriga hol-ahvol so'raydigan. Telefonda o'sha bir-biriga WhatsApp gruppasida o'tirib gaplashadigan bo'lib qoladi. Uyga kelib ko'rish yo'liga. Nimaga? Chunki dunyo bizni mana shunaqa tortib ketyapti. Shunaqangi materialist dunyoga muslima ayol o'zini men musulmonman, men muslimaman deb o'rtaga qo'yishlik kerak, mehmondoshligini, ikrom mo'l bo'lgan ayol ekanligini o'rtaga qo'yishlik kerak. Mana bunaqangi materialist dunyoda. Hop, muallif aytadiki, Parij hayvonlarini himoya qilish jamiyati mas'ulidan nima uchun fransuzlar o'z itlariga xuddi o'z do'stlaridek muomala qilishadi deb so'ralganida, chunki shunday deb javob beribdi. Chunki fransuzlar sevilishni istaydi, ammo insonlar ichida o'zlarini sevadigan kimsalarni uchrata olishmayapti deb javob bergan ekan. Nimaga bunaqa itlar bilan ko'p muomala qilinyapti? Nimaga bunaqa modaga olib chiqilyapti? Maqsad odamlarni yolg'izlashtirish. Ya'ni odamlar faqat o'zini o'ylaydigan, ijtimoiy odam bo'lmasin. Faqat o'zini o'ylaydigan odam bo'lsin ki bemalol keyin davlat xohlagandek boshqarsin. Fransiyada bo'lgan ekan. Odamlar o'zini tushunadigan, o'zi bilan gaplashadigan odam topa olmaganligi shunaqa itlar bilan do'st bo'lib yurishibdi, qarang. Hop. Muallif aytadiki, faqat moddiy hayotnigina o'ylaydigan g'arb yoki sharq insoni endilikda o'z jamiyatida o'ziga muhabbat va e'tibor baxsh etadigan vafodor hamda samimiy do'st topa olmayapti. Shu sababli ular atrofidagi insonlardan unchalik topa olmayotgan iliqlik va vafodorlikni o'zida mujassam qilgan ushbu hayvonlardan topishga harakat qilishyapti yoki ularga yuzlanishyapti.
inson hidoyat nurini va iymon ne'matini yo'qotgandan keyin insonni tubanlashtiradigan va uni insonning do'sti emas, balki hayvonning do'stiga aylantirib qo'yadigan bunday muhabbat mahrumligidan ham pastroq bir daraja bo'lishi mumkinmi? Agar biz shunaqa man deydigan xususiy parast bo'lsak, boshqalar bilan ishimiz bo'lmasa, biz ham yaqinda shunaqa bo'lib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, buni Imom Ahmad Musnadida keltirgan ekan. Sizlarda eng yaxshilaringlar taom yediradigan va salomga alik oladigan kimsalardir deydi. Ya'ni biz eng xayrli bo'lishligimizni yo'li taom yedirishlikdan. Afsuski, hozir odamlarning ichida sadaqa beradigan, odamlarga taom yediradigan odamlar xuddi bir ahmoq odamlardek bo'lib qolganda. Chunki u odam o'zini o'ylamaydi, boshqalarni o'ylaydi. Islomga ko'ra boshqalarni o'ylaydigan odam, o'zidan boshqalarni ustun qo'yadigan odam fazilatli odam hisoblanadi. Agar Alloh uchun qiladigan bo'lsa mana bu ish. Lekin bizda nima deyishadi? O'zingni o'ylada, boshqalar bilan nima ishing bor? O'zing bilan mashg'ul bo'l. Yo'q. Musulmon kishi, musulmon ayol unaqa ayol emas. Muslima ayol ham mehmondo'st ayol. Boshqalarni ham o'ylaydi. Hop, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, salomni yoygin, taomni yedir, qarindosh urug'larni ziyorat qil, insonlar uxlayotganda tunda turib namoz o'qi. Xotirjamlik bilan jannatga kir deydi. Mana buni ham Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan. Ya'ni salomni yoyishlik, bu hammasi ijtimoiy aloqa, taom yedirishlik, qarindosh urug'larni ziyorat qilishlik, insonlar uxlayotganda tunda namoz o'qishlik xotirjamlik bilan jannatga kiradigan amallardan. O'shaning uchun musulmon ayol ziqna ayol bo'lmaydi, qo'li ochiq ayol bo'ladi. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki hadisda, buni ham Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan. Jannatda shunday xonalar, ko'shklar borki, ularning ichidan tashqarisidan esa ichi ko'rinib turadi. Bular bildur saroylardir. Alloh taolo bu yerlarni taom yediradigan, yumshoq gapiradigan, nafl ro'zalarini uzluksiz tutadigan va insonlar uxlayotganda tun yarimida namoz o'qiydigan kishilar uchun tayyorlab qo'ygandir. Mana ya'ni ovqat yedirishlik, taom yedirishlik, musulmonlarga qarshi qo'li ochiq bo'lishlik, mana bunaqangi mukofotlar bor. Ya'ni bu anoyilik emas, bu ahmoqlik emas, espas odamlarning ishi emas. Bu jannatga kiradigan, jannatda shunaqangi saroyi bor ayollarni, musulmonlarning sifati. Demak, muslima ayol birodarlarga qarshi nima bo'lishligimiz kerak? Mehmondo'st, ikromi mo'l bo'lgan ayol bo'lishimiz kerak. Xossatan ta'kidlab aytaman mana bu narsani. Muhojir yurtda yurgan birodarlar, muslimalar, musulmonlarga qarshi samimiy bo'laylik. Mehmondo'st bo'laylik, ichimiz keng bo'lsin, ichimiz qora bo'lmasin. Mayli palitdir, mayli tozalikka rioya qilmas, mayli o'sha farosati yo'qroqdir, nima bo'lsa ham uni musulmon degan nomi bor. Sabr qilaylik. Xossatan o'sha qiyinchilikka, qamoqqa tushib, eri qamoqda bo'lib qolganlar yoki eri ham, ayoli ham qamoqda bo'lib, bolasi ko'chada qolib ketayotgan vaqtda shunaqa holatlar bo'ldi. Musulmonlarda misol kimga aytishingizni bilmaysizki, shu musulmonlarning bolasini olsin. Qaramog'iga olsin, qarab tursin. Shunaqa holatlarda bizdan boshqa do'stimiz yo'q dunyoda. Albatta do'stimiz Alloh, Mavlomiz Alloh subhanahu va taolo. Lekin mana bunaqangi holatlarda bir musulmon kishini qo'rqmasdan harakat qilishligi uchun mana bu narsani his qildirishligimiz kerak. Ya'ni birodariga men borman orqangda, men seni yoningdaman deydigan bir holat bo'lishligi kerak. Masalan, shunaqa holat bo'lsa-ki, musulmon kishi shunaqa agar do'st bo'lsangiz, eng xayrli, eng fazilatli do'st bo'lasizki, birodaringiz o'ylamaydi bola chaqasini. Muslima birodaringiz, dugoningiz o'ylamaydi bola chaqasini. Biladiki, biron narsa bo'lsa, ha, palonchi o'qtim borda deydi. Shunaqa bo'lsangiz, demakki siz fazilatli, haqiqatdan ham o'sha do'stlikning haqqini berayotgan haqiqiy musulmon ayol bo'lasiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shunaqa do'st bo'lishlikni nasib qilsin. Xo'p. Keyingi mavzu, musulmon ayol dindosh birodarlarning orqasidan ular uchun duo qiladi. Haqiqatdan ham mana bu narsa musulmonlarning ichida bo'lishligi kerak bo'lgan juda zo'r bir ibodat. Nimaga? Bu shunday bir ibodatki, birodarlar, bir musulmon ayol boshqa bir musulmon birodari uchun g'oyibona duo qilganda, mana shu duo qilishlik natijasida bir farishta uni ham duo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, eng tez ijobat bo'ladigan duo g'oyibning boshqa bir g'oyib uchun qilgan duosidir deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning huzurida eng tez ijobat bo'ladigan duo, bir g'oyib bor,
Duo qilyapti: "Ey Allohim, falonchi birodarim qamoqda, falonchi birodarim, muslima birodarim qamoqda. Falonchi muslima singlimi shunaqangi kamchiligi bor, shunaqangi ehtiyoji bor, shunaqa qiyinchiligi bor. Sen ularning mushkullarini oson qilgin" deb duo qilganimizda Alloh subhanahu va taolo ana shu duoni ijobat qiladi deyapti. Nimaga? Chunki g'oyibdan duo qilganligi uchun u ichdan keladi duo. Chunki u eshitmaydi, ko'rmaydi, bir manfaati yo'q o'rtada. Qalbdan samimiy shaklda, ixlos bilan otilib chiqadi, tillarga keladi ana shu duo. Ixlos bilan duo qilinganda ham Alloh subhanahu va taolo ana shu duoni ijobat qiladi. Muallif aytadiki, mana bu tushuncha sahobai kiromlarning qalbiga chuqur o'rnashgan edi. Ular duo qabul bo'ladigan muborak makonlarda bo'lganlarida dindosh birodarlardan duo umid qilar edilar. Bu borada ayollar ham, erkaklar ham musobaqalashardilar. Bu holat tariximizning o'sha porloq davrida butun jamiyat ma'naviyatining naqadar yuksak bo'lganiga dalolat qiladi. Demak, mana bu narsani istashlik nimadan? Mana bu narsani istashlik muslima ayolni faqat o'zini o'ylaydigan ayol emasligidan. Ya'ni o'tirib bir odam bir birodarni eslab, uni haqqiga duo qilayotgan bo'lsa, mana bu ayol o'zini o'ylaydigan ayol emas. Endi savol beraylik. Biz qachon shunaqa duo qildik? O'zimiz uchun qancha narsalarni so'raymiz, qancha bir dunyoviy va oxiratdagi narsalarimizni so'raymiz. Endi bir birodarimiz uchun shu duoni qildikmi? Misol qancha qamoqda o'tirgan misol mazlumlar bor, muslimalar bor. Duo qildikmi ularni Alloh uchun? Qancha qiyinchilikda bo'layotgan misol uchun mana Falastindagi mazlumlar, ular uchun duo qildikmi? Mana bu inson o'ziga o'zi savol berishlik kerak. Sahobalar duo qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Mazlum bo'lib turgan Ayyosh ibn Abi Robiya haqida, o'sha Abu Jandal haqqiga duo qildi. Hudaybiyada qolib ketishdi ular. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qunutlarda duo qilardi musulmonlarni. Xo'p. Imom Buxoriy Al-Adab al-Mufradda shunday bir qissani keltiradi. Aytadiki, Dardo binti Abi Dardoni turmush o'rtog'i Safvan ibn Abdullah ibn Sufvondan. Aytadiki, mana shu Safvan degan odam, Shomga oilamni yoniga bordim. Ayolimni onasi Ummu Dardoni uyda uchratdim. Abu Dardo uyda yo'q ekan, ya'ni qaynonasi bor ekan, qaynotasi yo'q ekan. Ummu Dardo aytdiki, menga hajga bormoqchimisan deb so'radi. Men aytdimki, ha dedim. Shunda Ummu Dardo aytdiki, unda bizni haqqimizga yaxshilik bilan xayrli duo qil. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Kishini o'z musulmon birodarini orqasidan g'oyibona qilgan duosi mustajobdir. Chunki uning bosh tarafida biriktirilgan bir farishta turadi. Kishi birodariga har gal xayrli duo qilganida o'sha farishta amin, senga ham shunday bo'lsin deb turadi dedi. Safvan so'zni davom etib aytadiki, keyin bozorda Abu Dardo bilan uchrashib qoldim. U ham menga xuddi shu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan naql qilib berdi deyapti. Qarang, sahobalar qanday o'ylayapti? Ya'ni demakki mana bu Safvan ibn Abdullah umra hajga bormoqchi, lekin bora olmayapti. Umar Dardo ham buni aytayaptiki, mana haqqimizga duo qilgin. Misol uchun xuddi shu masalada ularni ham hajga olib borgin. Alloh huzuriga hajga borsin, ibodatni ko'proq qilsin, mushkulni oson qilsin deb duo qilgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, kim mana shu birodariga g'oyibona duo qiladigan bo'lsa, unga biriktirilgan farishta nima deydi? Amin, senga ham shu bo'lsin deydi. Misol, siz rizqingizni mo'l ko'l bo'lishini xohlayapsizmi? Birodaringiz uchun haqqiga duo qiling. Allohim, falonchi birodarimning qarzi bor ekan. U qarzini qutulishiga yordam bergin. Falonchi birodarimning mushkuli bor ekan, uni mushkulini oson qilgin. Falonchi birodarim qamalib qolibdi, falonchi birodarim shunaqa kasali bor ekan deganimizda bizga xuddi shunday bo'lsin deb ya xayrli duo qiladi farishtalar. Shuning uchun muslima ayol o'zini o'ylaydigan rizqni o'sha individual, xususiy paraz, faqat menga bo'lsin deydigan ayol emas. U birodarlarni ham o'ylaydi, boshqalarni ham o'ylaydi va ularda haqqiga g'oyibona duo qiladi. Va duo qilganimizda qarang, Alloh subhanahu va taolo shunaqangi karim zotki, birinchisi duo ibodat. Birinchi duo qilishligimiz bilan Alloh subhanahu va taolo ibodat savobini beradi. Va qarang, mana shunday g'oyibona birodarimizga duo qilganimizda birinchi ijobat bo'lishi yaqin, ikkinchisi bizga ham xuddi shu narsani Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lgan, gunohsiz, ma'sum bo'lgan maloikalari, farishtalari bizga ham bo'lishligini o'sha narsani so'raydi.
Shuning uchun muslima ayol faqat o'zini o'ylaydigan ayol emas. Xo'p, shu bilan kitobimiz ham, darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Robbim mana bu darslarda eshitib foydalanishlikni va ichidagi o'qib o'rgangan narsalarimizga amal qilishlikni bizlarga nasib qilsin, osonlashtirsin. Hamd va minnat Alloh subhanahu va taologadir. Shu bilan kitobimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.